Assalomu alaykum gruppa a'zolari, hurmatli go'zal ayollar, qizlarimiz. Men kollagen olgan edim. Mana Tinalife kompaniyasining kollagenini sizlarga post qoldirmoqchiman. Sizlarning e'tirozlaringizni, nimalaringizni ko'rib men ham shubhalangandim, lekin shubham tarqab ketdi. Sababi 19-noyabrdan beri mana shu kollagenni olib ichyapman. 7 kunlik natijam mana ozgina qoldi. Anchadan beri ichib yuribman, 7 kundan beri. Olgan vaqtim 95 kilo vaznda edim. Ishonasizlarmi? 95 kilo vaznda Maftinaxon bilan suhbatlashib, shu kishini maslahatlariga rioya qilib, qaynab sovutilgan suvga birinchi olma sirkasi ichaman. Yarim soatdan keyin omega ichaman. Omegani ham kollagen bilan qo'shib kelingan, mana aka, birga qo'shib berishgan. Bundan olgan natijamni sizlarga bo'lishmoqchiman. Menga kelganda ham qoshig'i yo'q edi buni. Men ham qoshiqsiz o'zim uyda ovqatlanadigan qoshig'imda mana shuncha ichaman. Yarim qoshiq sal nimara qilib mana shuncha ichaman. Qaynab sovutilgan suvda birinchi olma sirkasi ichaman, keyin yarim soatdan keyin omega ichaman. Juda ishonchli, xavotir olmangizlar, falshivka yo padelka nima emas ekan. Men bo'yim 1.70, vaznim 95 kilo edi. Mana shu kollagenni olib ichib boshlaganimdan beri 7 kunlik natijam, mana 7 kundan beri mana shu qoldi. Ancha ichyapman. 5 kilo vazn tashlabman. Hozir 90 kilo. Ertalab yana hojatxonaga borib kelib, hech narsa yemay ichmay yana taroziga chiqsam 89 kilo 700 bo'lib turibman. Nimadan deb o'ylaysizlar, hurmatli ayollar? Albatta xursandligimdan, Maftina. Xursandligimdan. Ishonasizmi, ertalab taroziga chiqib 89 kilo vaznimni nima deydi, gapira olmay qoldim. Dilim kalonlanib qoldi. Vaznimni ko'rib, voy nahotki chindan o'zimmi shu deb bu nima deydi, tarixga yozish kerak menimcha. Shu ketishda nasib ketaversam, Xudo xohlasa, buyog'i ham juda yaxshi vес tashlasam kerak inshaalloh. Katta rahmat sizga. Buni albatta davom ettiraman. Endi buyog'i sizlar nimalaringizga qarab ish tutaman. Endi Xudo xohlasa yana vazn tashlashda davom ettiraman. Xudo xohlasa inshaalloh.